Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana natijali patologiya bitgan holatlarga mana keldik. O'zimiz mana bitqazib, ishda tugallangan joylar, mana o'sha odam o'sha yashashga o'sha kirdi, balki odam yashayapti hozir. Shu holatni video qilib olishga qaror qildim. Mana ko'pchilik yozyapti, bu qanaqa narsa, bu artsa bo'ladimi, yuzsa bo'ladimi deganlarga buni chiroyli ko'rsatish harakatini qilaman. Buni bemalol mana artsangiz bo'laveradi. Bunisini sal artishga qulayroq qilib olsak, mana bemalol artish mumkin. Udobniy mana. Bittada borib keladi, mana bittada borib kelib. Mana shu holatda mana. Mana o'sha chista o'sha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Keyingi xonadon, xudo xolasa sizga bo'lishi mumkin. Chiroyli qilib o'zimiz sifatli qilib beramiz. Men o'zim shaxsan razmer olgani borib, razmerlarni olib, yuzga qanaqa narsa ketishini, qanaqa narsa yarashini o'zim tavsiya berishim mumkin. Tavsiya berishlaringiz ular bepul aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli, qadrli obunachilar, mana bugun Farg'ona viloyati Log'on MFYda qilgan ishlarimizni videolarini chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. O'zlaring baho beringlar, kamchiliklari bo'lsa aytasizlar. Mana shu pilpillagan holatlari hozir bu video jarayonida, lekin bu o'zini holatida bu pilpillamaydi, chiroqlari yarki holatda turadi mana. Ishimizga baho beringlar. Mana yaqinroqdan yana ham video qilib chiqaramiz.